Assalomu alaykum. Men ailemdekiler doğruluk guvallık vermekçi. Men Rızvangül G'ofur. Asli familiyam Rızvangül Abduqodir. Kichik vaqtimda nopos o'tkazish sababidan familiyam o'zgarib ketgan. Bu mening akam Dilmurod G'ofur bo'ladi. Akam bu yil 55 yoshda. Akam 1963-yil 1-oyda tug'ilgan. Akam atalmış Şinjan Universiteti, ya'ni Sharq Turkiston Universitetining muavin maktab mudiri. Akam 2017-yili 3-oyning o'rtalarida Sharq Turkiston Universitetining maktab mudiri Toshpo'lat Tiyub tutqun qilingan shu vaqtlarda tutqun qilinibdi, shu kunlarda. Men akamning tutqun qilinganligini 2017-yil 3-oyning oxirgi kunlari WeChatning xabar supullarga yo'llangan bu to'g'riliq xabardan o'qib bilgan bo'ldim. Xabar deyilishicha akamni intizomga ig'ir xiloflik qilgan deb shu jinoyat atibdi. Amaliyotda akam intayin prinsipchan, xizmat intayin astoydil, hamma intayin haqqoniy, haqiqatparvar, oqko'ngil kishi. Uning intizomga xiloflik qilganligiga men ishonmayman. Chunki akam 8 yil burun o'zining o'g'li oliy maktab imtihonidan o'tmagan vaqtida shu o'zi amal tutib ishlayotgan maktabga o'zidan to'van darajadagi xizmatchilar tonish bilishlarning urug' tuqqanlarning bolalarini o'rlashtirib yurgan vaqtda akam men prinsip xiloflik qilmayman deb shu bolasini oliy maktabga kirgizmagan. Ya'ni ma'rif idorasiga va shuningdek boshqa yuqori darajali o'rinlarga iltimos yozib, mening xizmatim deb ailemga bolalarimga ko'ngil bo'lmadim. Shu sababdan bolamning o'qish natijasi yaxshi bo'lmay oliy maktab imtihonidan o'tmadi. Balamni oliy maktab qabul qilgan bo'lsanglar deb shu tariqada iltimos yozib yurib, shu yo'l bilan akam bolasini oliy maktabga kirgizgan. O'zining qo'lidan kelib turib, bir ikki og'iz gap bilan bolasini o'rlashtira oladigan shunda amal tutib turib, o'zining bir tal o'g'lini maktabga kirgizmagan, shunchalik prinsipchan, xizmat shunchalik astoydil bir kishining intizomga xiloflik qildi deb unda tutqun qilinganligi haqiqatan bir tuhmat. Men akamning davosini qilaman, toki oxirigacha qilaman. Men bu vaqtgacha sukut qilgan, bugun bo'lmasa ati bo'lmasa o'gin bir yaxshi xabar bo'lib qolar, akamni qo'yib yetar deb o'ylab sukut qilgan. Ammo bu bir necha kundan beri atalmış Şinjan Tibbiy Universitetining maktab mudiri Xalmurod G'ofur bo'lsin, atalmış Şinjan Universitetining maktab mudiri Toshpo'lat Tiyub bo'lsin, bu ikkalanga kechiktirib, 2 yil kechiktirib o'lim jazosi hukm qilinganlik xabarini o'qigandan keyin yana sukut qilsam bo'lmaydiganligini, ailemdagilarning beshiga yana bir ig'ir kunlarni kelib qolish ehtimolligi borligini his qilib, shuning men guvohlik chiqdim. Men oxirigacha bu davoni qilaman. Akamning izdirgini qilaman. Undan boshqa yana men ikki achamning kimim ailasi to'g'riliq guvohlik bermoqchi. Mening Qashqar, Sharq Turkistonning Qashqar shahar, yangi shahar Nahaya Yabjan yezisida ikki acham bor. Cho'ngning ismi Selimgul Abduqodir, bu yil 39 yoshda. Kichkining ismi Yelimgul Abduqodir, bu yil 37 yoshda. Bu kichik achamniki surati. Bu achamniki bolalari ham o'zidan hech qanday bir xabar yo'q. Bu achamniki cho'ng qiziniki Bultur. Ya'ni bu singlimniki ismi Arzugul Abdumajid. O'zi Tibbiy universitetining 1-yilligida o'qiydi. Bu yil 20 yoshda. Bu singlimning Bultur 2017-yili 6-oyda tutqun qilinganligi xabarini angladim. Bu singlim 2016-yili men bilan WeChatda bir qitim ahvol so'rashgan. Balkim shuni bahona qilib tutgan bo'lishi mumkin. Bu singlimningki Abdulla Abdumajid, Fatima Abdumajid, Abduzayir Abdumajid deb eni singillari bor. Bularning hech qanday xabari yo'q. Bularning nada qanday ahvolda ekanligini men bilmadim. Hech qanday aloqa qilib bo'lmadi. Cho'ng acham Selimgul Abduqodir. Bu achamningki oila bo'yicha bultur 7-oy atrofida oila bo'yicha tutqun qilinganlik xabarini angladim. Achamningki yo'ldoshining ismi Tursun Mahat.
bu yıl 42-43 yaşlarda var. Acamның çoğun oğlu Abdüqadir Tursun 23 yaşta. Bu Abdüqadir Tursun'un 2 yaşlık bir oğlu var. İlham Abdüqadir. Yani çoğun acamның ikinci oğlunun ismi Abdurrahman Tursun. O bu yıl 20 yaşta. Onun kendisinin ismi Gülnisa Tursun. O 18 yaşta. Bularninki hech qanday xabari yo'q. Oila bo'yicha tutqun qilinganmiz. Bular hammasi Qur'onga yetgan bolalar bo'lgandan keyin bularni tutilib ketgan bo'lishi mumkin deb faraz qildim. Chunki menga yetgan xabarda oila bo'yicha tutqun qilindi deb yetdi. Acamning kichik bolasi Abdulaziz Tursun. O 4 yaşta. Bu Abdulaziz Tursun bilan İlham Abdüqadir. Bu ikkalanininki nerede kimning qo'lida ekanligidan hech qanday xabar yo'q. Acam 2014-yili pasportga iltimos qilganlik sababi bilan ham bu kichik bolasini ig'ir jarimani to'lab tuqqanlik sababidan 2 yil ochiq tarbiyalashda har kuni atiganda kentga berib kechda qaytib shundoq tarbiyalangan. Har kuni atigandan kechgacha shu o'zininki pasportga iltimos qilgan jinoyati o'zininki plandan sirt, garchi ig'ir jarimani to'lagan bo'lsa-mu, plandan sirt baliq bo'lganligi shu ikki jinoyatiga har kuni atigandan kechgacha tövbe yezib tövbe qilib shundoq 2 yilni o'tkazib ekan. Chunki shuni majburlab qilgandan keyin har kuni atiganda yig'ib olib kechda qo'yib berib, hattoki bir telefon kelib qolsa, telefon ham yenidik, bu telefonim ham og'il bo'lmaydigan shu darajada ekan shu vaqtda, ya'ni 2016-yildan burungi gap. Kentga kirishdan burun atiganda telefonni etib kiradi ekan. Telefon sayrab ketsa-mu, ya'ni jazolaydigan yoki bo'lmasa dashnam haqoratlaydigan shunday ishlar bo'ldi ekan shu vaqtlardami. 2016-yilgacha shunda ochiq tarbiyalashdi bo'ldi. Bu ishga jinoyat uchun amaliyot bu insonlikning eng aqlli bir haqqi. İnsanlar deb bersa bu erkin dunyodagi kishilar ishonmaydi bunga. Ammo bizning Sharq Turkistonda bu odatdagi ishlar. Bu yalnız mening beshimga kelgan ish emas. Butun Sharq Turkistondagi, ya'ni atalmış Şinjan Uyg'ur avtonom rayonidagi shu tuproqning, shu vatanning haqiqiy egalari bo'lgan Uyg'ur va shuningdek boshqa turkiy millatlarning shu tuproqning haqiqiy egalari bo'lib qolgani uchunlar beshiga kelayotgan bu zulm, ya'ni shu bir yil jarayonida millionlab insonlarningki begunoh tutqun qilinishi, begunoh jazolanishi, jazo lagerlariga solinishi, bu yerda qiyin qistoqlarga ilinishi, hattoki o'ldirilishi, bularninki hattoki necha yuz ming bolaninki ota onasiz yetim qilishi, buning hammasi bizning shu Sharq Turkistonninki shu tuproqning haqiqiy egalari bo'lib qolganligimiz uchun bo'layotgan zulmlar. Men buningga butun insoniyatni sukut qilmaslikqa chaqirman.